Assalomu alaykum barcha kuzatuvchilar. Hozir menga Telegramimga savol bilan murojaat qilishibdi. Trubalar o'tkazmaydigan bo'lsa, homilador bo'lish mumkin emasmi? Xalq tabobati o'tlar yordam beradimi? Yoki bir tomonlama truba ishlasa ham har narsa joyida bo'ladimi? GSG juda og'riqli deb eshitganman. Bu nima uchun qilinadi degan savol bilan murojaat qilishibdi. Shuning uchun men sizlarga bu narsani gapirib bermoqchiman, to'liq bayon qilib bermoqchiman. Trubalar o'tkazmaydigan bo'lsa, homilador bo'lish mumkin emas. Chunki asosiy vazifani bajaradi. Bu homiladorlar o'sha matkaga, bachadonga olib tushishi uchun как taksi vazifasini bajaradi, olib kelib qo'yadi bachadonning ichiga. Agarda bu trubalarda o'tkazuvchanlik buzilgan bo'ladigan bo'lsa, homilador bo'lish mumkin emas, bo'lolmaydi. Bu trubalarning o'zini 3 ta qismi bo'ladi: ampulyarniy, fimbrialniy, ismikal части bo'ladi. Qaysi qismidan yopiqligini bilishimiz uchun albatta biza gistrosalpingografiya degan tekshiruv o'tkaziladi. Bu hayzni 7-chi, 8-chi, 9-chi yoki 10-chi kunlari, eng oxirgi kuni bu 11-kuni bu tekshiruv o'tkaziladi va bachadon naylarining ikki tomonlama o'tkazuvchanligini tekshiriladi. Yana bitta narsa, agarda shu narsa yopiq bo'ladigan bo'lsa nima qilinadi? Agarda ikkala truba yopiq bo'ladigan bo'lsa, bu ayolga eko tavsiya qilinadi, ko'proq eko ishlaydi. Endi xalq tabobatiga keladigan bo'lsak, bu bachadon naylari o'tkazuvchanligi buzilishi o'zi har xil bo'ladi. Masalan, infeksiyalardan bo'lishi mumkin, qaysi bir vоспалительный protsessdan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hech qanaqa xalq tabobati bu yerda yordam bermaydi, to'g'ri tushuninglar. Buni faqat shifokorga murojaat qilibgina aniqlashingiz mumkin, qaysi qismidan yopilgan va qanaqa taktika qilsa bo'ladi homilador bo'lish uchun. Yana keyingi savolga, bir tomonlama trubam ishlasa-da homiladorda bo'lishi mumkin. Ikkinchi trubaga 2 baravar nagruzka tushadi. Xuddi masalan, bitta pochkangizni olib tashlasa, ikkinchi pochkaga qanchalik nagruzka tushadi? Xuddi shunaqa nagruzka bitta trubaga tushadi. O'sha bitta trubani ehtiyot qilishingiz kerak bo'ladi. GSG og'riqlimi degan savol berishibdi. Eho GSG bu umuman og'riqsiz. Bu degani nima? UZI yordamida bachadon naylarini suyuqlik yuborib, o'tkazuvchanligini tekshirish. Qaysi qismigacha bu suyuqligimiz boradi yoki bormaydi? Shuning uchun ham bu hech qanaqa og'riqli jarayon emas. Bu tekshiruvni agar уже 1 yil homilador bo'lmayotgan ayollar bo'lsa, albatta tekshiruvni o'tkazish shart. Buning uchun ginekologga, shifokorga murojaat qilib, kerakli analizlar tekshirilib, analizlarning xulosasiga ko'ra bu tekshiruv tavsiya qilinadi. Endi asosiy finalga keladigan bo'lsak, bu sizda homiladorlik kuzatilmayapti. 1 yil davomida doimiy polovoy kontakt, polovoy hayot bor, lekin homiladorlik bir marta ham kuzatilmadi. Bunday holatda albatta ginekolog shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Chunki buni asosiy sabablarini, nima uchun homilador bo'lmayotganligingizni tekshirish maqsadida ko'rikdan o'tishingiz shart. Agar sizda shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizga va bizga murojaat qiling. Sizga albatta sifatli va malakali yordam ko'rsatishga tayyormiz.